Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyatidan Qamashi tumanidagi Qiziltepa sanatoriyasiga kelib 10 kun mobaynida davolanib chiqdim. Bu sanatoriya menga juda sog'lig'im uchun ancha foyda berdi. Bu sanatoriyadagi sharoitlar, ishchi xodimlarning muomalalari juda ajoyib insonlar ekan. Qadimda bir maqol bor. Nomi chiqmagan yigitdan nomi chiqqan tepa abdal degan bir maqol bor. Shu maqolni men bekorga aytmayapman. Mana shu sanatoriyamizni mana shu holatga keltirgan og'amiz va mana shu sanatoriyaning rahbariga avvalambor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va mana shu sanatoriyada ishlayotgan ishchi xodimlarga, vrachlarimizga, hamshira qizlarimizga va qo'li shirin oshpaz qizlarimiz va aka-ukalarimizga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men mana shu sanatoriyaga kelganimda sog'lig'imdan ancha nolib kelgan edim. Sanatoriyada 10 kun mobaynida davolanib, men sog'lig'imni ancha tiklab oldim. Ya'ni 70-75% oldingi holatimdan hozirgi holatimda o'zgarish bor. Xo'sh, mana shu sanatoriyada Erkin Yusupov vrachimiz qabul qilib oldi. Bu insonning shirin so'zi avvalambor bemorlarga juda katta foyda berar ekan. Men Erkin Yusupovning shirin so'zlaridan ham minnatdor bo'ldim. Men mana bu sanatoriyadan o'z taassurotlarimni gapirib o'tsam, sanatoriyadagi mulojalar hammasi biri-biridan yaxshi ekan. Masalan, massaj, parafin, ignoterapiya, fizioterapiya, vanna, dush va hokazolar. Sanatoriyamizning tabiiy tashqi sharoitlari ham juda qoniqarli. Tevarak atrof toza, ozoda, salqin. Dam oluvchilar uchun o'rindiqlar hammasi joy-joyida. Kechki payt deysizmi, ertalabki vaqtlar deysizmi, bemalol sanatoriya territoriyasida ham tabiiy havodan, tabiiy manzaradan ruhan rohatlanasiz-da, bunday aytganda, rohatlanasiz. Bu sanatoriyamizda men butun O'zbekiston xalqiga, viloyatdan, qo'shni viloyatlardan kelayotgan mijozlarga bemalol tavsiya qilaman. Qo'rqmasdan mana shu sanatoriyaga kelishlaringizni taklif qilaman. Narxi ham hamyonbop. Hech qiyinchiligi yo'q. Xo'sh. Sanatoriyaning sharoiti har tomonlama qulay. Bemalol tortinmasdan kelib dam olishlaringizni, dam olaversangiz ham bo'ladi. Hech o'ylaydigan tomoni yo'q. Va so'zimning oxirida mana shu sanatoriya rahbarlariga, xo'sh, hamshiralarga, vrachlarga hamda mana shu sanatoriyaga boshchilik qilayotgan tadbirkor og'amizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga sog'lik, salomatlik, ishlarda rivoj, oilaviy sihat, salomatlik, hamisha kasbkorlariga baraka tilayman.